Assalomu alaykum. Flandr ishqibozlari. Evrokroll uchun maxsus tomosha. Bu qafasimiz uzunligi 1,5 metr, uzunligi. Matichnigi 50, matichnigi bilan 1,5 metr, eniga 80, bo'yiga har bir qafas 75 dan, umumiy balandlik 1,95. Pastiga 7 oylik samka 9 kilo, tepadagi samka 3 oylik bo'ldi. Ibrohim ukamizdan yaqinda oldim, tomosha tashladim o'sha samka. 3 oylik samka, 9 oylik, 7 oylik samka. Qafasimizni mana yaqindan obzor qilib beraman. Bu yerda ikkita samka turibdi. Bu maladoy samka. Ibrohim ukamizdan kelgan samka. Uqasi 23 oylik. Pastiga zrosli samka. 7 oylik, uqasi 22,5. Bu qafasimiz qanaqa bo'ldi? Mana misol uchun poltaxta yarmi paddon. Paddonda 7 oy, 8 oy boqdim, bildinglar. Oyoq padermatik bo'lmadi, tajriba qildim. Shuning uchun sizlarga ham tavsiya qilaman. Ba'zilar aytdi, bo'lmaydi paddon aka, tuding degan joylari ham bo'ldi. Men tajriba qilib ko'raman dedim. Tajriba qildim mana. Hech bir yomon joyi yo'q mana. Qafasimiz maladoy samka, Ibrohim ukamizdan kelgan. Qafas umumiy uzunligi mana matichni 50, yog'i 100 cm, jami 1,5 metr uzunligi, eniga 80. Mana bemalol katta Flandr sig'adi, chunki uzunligi 1,5 da, eniga 80. Matichni 50. Tagida mana bunaqa padnoslari bor. Padnos ichkariroqda turadi, sababi yarmi poltaxta, yarmi paddon bo'lganligi uchun. Mana samkalar bular. Mana shu 9 kilolik samka. Turibdi mana katta qafasda.